Assalomu alaykum. Mening ismim Aliyar Mehmet. Men 1990-yili 6-yilning 15-kuni G'ul shahrida tug'ilgan. Nuriga turaman. Bugun 2020-yil 4-oyning 6-kuni. Men bugun opam Aliya Ibrahim to'g'risida guvoh qilmoqchi. Bu bo'lsa meniki opam Aliya Ibrahim. Opam 1971-yili 9-oyning 17-kuni G'ul shahrida tug'ilgan. Opam asos O'rta Osiyoga, ya'ni Qozog'iston, Qirg'izistonga chiqib tijorat qiladi. Oxirgi qitim opam 2016-yili 12-oyning o'rtalari Turkiyaga keldi. Yani biz Nuriga Turkiyaga bordik. Taxminan u yerda 15-20 kun birga bo'ldik. Opam 2017-yili 1-oyning o'rtalari, taxminan o'rtalari vatanga qaytdi. Qaytgancha opamdan hech qanday bir izdirikini alamadık. Bugünkü ağın xabarimde apam Aliya Ibrahim'ninki 17 yıl 10 aylık kesilgenlikinin xabarini topshirib aldım. Apamның hech qanday bir jinoyati yo'q. Apam bir normal tijoratchiydi. Yani apam gunohsiz holatda shunda uzun yil turma kesib etilgan. Aloqador o'rinlarniki apam Aliya Ibrahimga yordam qilishini so'rayman. Rahmat.